uzatganlar. Sizlar ham shunaqa qilganmisizlar? O'rtog'im qizini uzatdi. Aytadiki, 3 kundan keyin shunaqa yomon sog'indim. Kechasi uxlamay chiqdim. Mashtim achishdi. Ertalab bomdoddan keyin xotinga aytdim, tur. Qizingni ko'rib kelamiz dedi. Voy, adasi jinnimisiz? Qanaqa borib ko'ramiz? Ko'cha sipirgani chiqadi, uzoqdan bir ko'rib kelamiz. O'zini jonli ko'rgim kelyapti debdi. Xullas, eri xotin chiqib borishibdi. 3-4 uy narida turib, mashinada o'tirib tomosha qilishdi. Aksiga olib qizi ko'cha sipirgani chiqmabdi-da. Qaynota qaynanasi ko'cha sovuq, ko'chani sipirmaysan debdi. Baraka topkurlar. O'tirdik deydi, bir mahal darvoza ochildi deydi. Bir mahal mashina chiqib kelyapti. Qarasam, quda chiqib kelyapti deydi. Ana hamma tomosha o'shatdan keyin boshlandi deydi. Yurib ketay desam, shunaqa palashaynidanmiz, quda ko'radi mana deydi. Joyimda o'tiray desam, mashi yonimizdan o'tadi deydi. Nima qilishni bilmadi. Xotin yot deb sirenani tushirib yotib oldik ikkalamiz deydi. Shu bilan qizimni ko'ra olmay men ketdim deydi. Bechora. Xotinni uyga tashab ishga borib ishlab o'tirsam, bir mahal xotin telefon qilyapti. Adasi qizingiz keldi deydi. Hamma ishlarimni yig'ishtirib uyga bordim deydi. Ha qizim, tinchlikmi? 3 kun bo'ldi turmushga chiqqaningga. Ertalab mashinada o'tirganinglarni qaynatam ko'rib qoptilar. Baraka topkur, ko'rib qopti haligi. Qaynanamga telefon qilib, o'g'lingga ayt. Ishga ketayotganda kelinni uyga tashab ketsin, qaytayotganda olib keladi. Bechora qudalarim mashinada ko'z yosh qilib o'tiribdi, qizimni ko'rarkinmanmi deb. Baraka topsin, Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqa qilganlar bormi? Kelinni qul qilib olib keldim deyotganlar, o'zingizni qizingizdan bir xabar olib qo'ying, qanaqa muomala qilishyapti degan. Birovni jigarini sug'urib, bilasizmi? Ohistalik bilan olib ketilmaydi o'sha jigari yoki yuragini bir parchasini. Ana shu sug'urib olib ketiladi-da. Keyin birovning uyiga borib o'tirgan qizlar, otanglarning yuzini yerga qaratib qo'ymanglar. Yaxshi muomala qilinglar. Baxtli bo'lsin deb uzatadi qizini. Har bitta ota-ona. Eyo, beyo xotinini do'pposlayotgan yigitlar. Mana ko'ryapsizlarmi ota-onalar qanaqa? Birovni jigari, kimnidir yuragini yulib olib kelgansiz. U o'tda o'tiribdi, qizim baxtli bo'lsin, kuyovim baxtli bo'lsin. Lekin qiziga, kelinga, ayoliga omonat deb qarab, uni ko'ngliga qarab, bolam botam qilib yurgan qaynanalar, kuyovlar, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Baraka topinglar. Hozir bunaqalar ko'p, omonat deb bilganlar ko'p, zolim qaynanalar pachti kamayib ketgan. Yomon kelinlar ham yo'qolyapti, tushunib yetyapti. Ota-onasining yuzini yerga qaratmaydi deyapti. Bitta savol, qiz uzatganlar. Sizlar ham shunaqa qilganmisizlar?